choyni mana bu piyolada ichamiz. Agar bu piyolaga choy quysa bo'lmi? Yoqutdek donaladi. O'zimizning Toshkent piyolasi. Ona yurtning bag'rida zvolasi, Toshkent piyolasi. Shinaman yigitga o'xshaydi. Ha, shunaqa. Hozir ko'rasan. Xush kelibsizlar. Mana bu kekis. Keliningizni o'zi o'z qo'llari bilan pishirganlar. Endi shuni baham ko'rasizlar. Olinglar. Men hozir. Buningni shirinlikdan boshqa matohi yo'qmi? Ha, shoshmay tur, hozir keladi. Yasha turdilar. Mana bu asal. Dadam parketdan yubordilar, ha? Mana bu uzun. Buni ham dadam parketdan yubordilar, ha? Qara, baham ko'rasizlar. Nega ishlatmayapsizlar? Aka, biz aslida boshqa narsaga kelganmiz. Men hozir. Men hozir. Endi tushundi. Kevat. Yaxshi turibsizlar? Mana. O, bo'larkan-u. Ha, ana endi jahon chempionatini ko'rsak ham bo'ladi. Televizorni yo'q yuru. Futbolni mega bilan ko'ramiz. Nima dedinglar? Ha?